Men bu pishirib berishni boshlaganimga gideydi 10 yilda o'tdi. 10 yil oldi odamlar pishirib berishdi. Aka birinchi nechtadan boshlagansiz qo'y boqishni? Bizmi? Bu yerga ko'chib chiqqanimizda birinchi otam onar purushlik qilganlar. Onardan ikkita qo'yga pul to'g'anlarida hamma narsani sotib oldim. Hech nima uyimizdan chiqqan yo'q. 23 million bilan mana shu holatga keltirdim. 23 million bilan shu holatga keldi. Ha. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi syomkamizda uy sharoitida qo'y boqish haqida bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rib, bitada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan Islom akamizni qo'y fermasidamiz. Mana bu yerda boqilyapti turgan qo'ylar bor ekan. Bular qachondan beri boqilyapti? Oyiga qanchadan daromad qiladi? Olishda qanaqasida olish kerak? Shu haqida ma'lumotlarni akamizni o'zlaridan chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Juda ko'pchilik akalarimiz kanalga obuna bo'lmasdan ko'rishyapti. Obuna bo'lib qo'ysalaring shunaqangi qiziqarli videolar sizlarga chiqib boraveradi. Bugun hafta kuniga seshanba 18-noyabr. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Akamizdan sekin-sekin ma'lumotlarni olaveramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat, Xudoga shukr, sekin. Aka, siz ham ushash o'ta qiyin bo'lib ketdi. Endi to'yda bo'lyapmiz, Qirg'izistonga o'tib ketib qolyapman. Hozir ham adashmasam to'ydan kelyapsiz. Ha, hamma biladi, Xudoga shukr. Shuni ichidagi odammiz, lekin biz buni ichida ekanmiz deb hammasini olib sota olmaymiz, baqib ham turamiz. Ha, boqqani ham tashlab qo'yiladi. Ha, oldingi videolarimda ham esingizda bo'lsa, bir video qilganingizda qo'yib berganman, bir ukam qo'yib bergan. Baqqanimizni har zamonda chiqarib turamiz. Bularni endi hozir olib tashlanyapti. Hali to'lg'an yo'q qo'ralarimiz. Mana qo'rani shu yil yangi qildik. Aka, bu necha metrga qurilgan uzunasi? Hozir 24 metrga. 24 metrga uzunasi. Uzunasi 24 metr bo'ldi. Enigachi? Hop, eniga 260 bo'ldi ichi. 260. Ha. 260 qo'ra mana oxirimiz 40 bo'lsa, mana shu 3 ga to'xtattirdim-da. Rasa razmeri 3 metrga to'g'ri ketdi buni, demak. Bunaqasi, ha. Shunga hozir sekin olib o'zimizga yaqinroq qo'ylardan baqa talih qo'yapman. Ertaga odamlar ko'ryapti. Qirg'iziston ba'zida ochiq, ba'zida yopiq bo'lyapti. Shuning uchun hozir o'zim yoqqan Qirg'izistondagidan tashab qo'yyapman. Ertaga bitta uyimizga so'rab keluvchilar bo'ladi, bizni boshqa bo'ladi deganday. Mana ular sal yengilroq variantlari. Bu arzonroq olingan. Ha, arzonroq variantlari. Bular. O'zi bu yerda nechta qo'y boqilyapti aka? Bu yerda hozir men Fahriddin har bitta qo'raga 15 tadan qilsam ham sig'adi. 15 tadan qilmayman, 13 tadan hisob kitobini olganman. Har bitta qo'ra. Har bitta qo'raga hop shunda 4 ta katta qo'ra bo'lyapti, ag'ida bitta 8 talikka joy qilganman. Ha, narigi tarafida. Ha. Hozirda mana 14 ta bo'g'oz qo'yim bor. Hop, 14 ta. Bular hammasi bo'g'oz. So'raganlarga, bitta yarim ta qiziqqanlarga telefon qilsa beraveramiz, ommalay puli kattaroq buni. Dangal gapni gapirish kerak, buni tushunmaydigan odam har xil gapni ham yozaveradi. Tushunadigan odam biladi. Bu qo'ylarning bo'ylari 90 dan baland. 90 dan baland. Ha. Bo'g'oz, ha? Bo'g'oz hammasi. Yoshlarichi? Yoshlari 4 tish, kattasiniki 6 tish. 4 tish, kattasiniki 6 tish. Ha. Xo'p aka, endi qo'yxonamizni to'liqroq ma'lumotini berib qo'ysak, nech pulga tushdi bu? Xo'p. Lekin chiroyli qurilibdi. Mana akalar, bitada like bosib qo'yasizlar. Hamma narsani sotib oldim. Hech nima uyimizdan chiqqan yo'q. 23 million bilan mana shu holatga keltirdim. 23 million bilan shu holatga keldi. Ha. 23 million. Hamma rasxoti. Hamma rasxoti. Tagiga po'kaklarni yopishtirib qo'yilibdi, yoziga isib ketmasligi uchun. Qishiga issiqroq turish uchun. Hop. Oldin duvalda tagidagi betoni hisoblangan yo'q, o'sha bor edi. Ha, betoni quyib qo'yilganda. Ash tomonda betoni quyib qo'yilgan edi.
O'shandan tashqari Ha, o'sha pulga bitdi. bitti. Bu qo'ramizni ichiga bakalashkalar olsa, Bu tomon qo'chqorchata baridan. Bu tomon qo'chqor. bu yerda qo'shqorlari ham Ha, bor. bu yerda qo'chqorlar. Men haligi o eski gapimni eslasangiz, xotiniga chiroyli qilib 500 mingga bitta ko'ylak ya bir narsa olib beraman desa, qaraveradi o'zlari deganimda yolg'oni yo'q buni. Misol mana bu şeyda hozir to'ydan chiqib o'zimiz hali qilib turibmiz. Allohimga shukr. Ayollarim qaraydi shunga. Mana mash qo'ylardi olinganiga 40 kuncha bo'lyapti. 40 kun bo'lyapti turgan bo'lsa, 3 million 600 ming so'mdan meni uyimga kirib kelgan. 3 million 600 ming so'm. Ha. 3 million 600 ming so'mdan. Hozirda 40 kundan o'tib qoldi. 40 kun bo'ldi premenni. Hop. Premenni 48 dan bermadim. Bermayman ham. 5 milliondan qo'yg'isi yo'q olsa ham qancha daromad qilyapman. Shunda o'zi 40 kunda 3 million 200 ming so'mdan olgansiz-a? 3 million 600 Ha, ming 3 million 600 ming so'mdan. Ha. Demak o'zi 800 ming salkam 1 millionga yaqin. 400 mingdan ovqatiga chiqsa 5 milliondan olsam 1 milliondan menga hozir pribel bor bu qo'ydan. 1 milliondan. Mana shu qo'shqorlaringizda o'zida. O'zidan. Yeb Yeb-icharlaridan- ovqatidan tashqari 1 milliondan pribelim bor. Hozir. Men hozir sotmoqchi emasman-u, lekin 1 milliondan pribelim bor. Mana aka. 100%. Realni bu bo'layotib turgan holat-a bu aka. Mana buni misol mana qo'ylardi ko'ring, endi bu savdogarda tergan deyishi mumkin. Bittasini ham termaganman. Zo'ri ham bor, bundayi ham bor. Pasti ham bor. Hammasidan bor ekan bu. Bir savdoga olganman, prosta. Bir savdoga olganman. Bir partiyasini sotdim. İlk partiya edi. Bir partiyasini sotdim. 4 milyon, 5 milyon 400, 5 milyon 300, 5 milyon 200, 48 ham sotdim kichkinasini. Ommalar ular 4 milyon 200 dan bo'ladi. U bulardan ham kattaroq bo'lsa kerak-a? Olganimda bulardan bayqibatroq edi. Endi 40 kunda sotib verdim-da. 40 kun boqib sotildi. Sotib verdim. 40 kunda sotib verdim uni. Aka, endi shu o'rinda yangi olib boqmoqchi bo'lganlarga Yangi olib boqmoqchi bo'lganlarga maslahatingiz Maslahatim- qanday edi? Sovliqmi yo qo'chqormi? hozirgi momentga Hop. realni gap sal narx-navo balandlab qoldi. Sovliqni boqmasini olaman degan odam ozgina xato qiladi. Hozirgi momentga bo'g'ozini olish kerak. Hozirgi momentga. Qisir yemlagani qisir olaman degan odam o'zi misol 30 kilo, 35 kilolik qo'ydi 4,5 millionga olib, uni yemlab olib chiqib turib 2-3 oy. Yana 4,5 million, 5 millionga sotish keragi yo'q. Chunki o'shanga borib qolyapti haligisi. Demak, bo'g'oz qo'y olib boqishsa hozirgi kunda. Qo'ya, qo'chqar ya bo'g'oz qo'y. Qo'chqor ham foyda qilaveradi. Ha, qo'chqar ham foyda qilaveradi. Endi misol asobiy hozir odamlar juda ko'p mana qo'yga qiziqib ketishdi. Bishkekda sariq qo'ylarga mana hozir bularni qulog'i sizni ko'zingizga kichkinaga o'xshaganmini 20 santimetrdan keladi. Qo'yni jassasi kattaligi uchun qulog'i ortiqcha katta ko'rinmayapti sizga. O qo'yni ko'ring. Mana 95 ham chiqaveradi shekilli bularni bo'yi, a? Bor. Lekin yirik ekan lekin bo'g'oz Shu so'g'i. birattasini mana shu yerga shunday Qani bittasini ushlang. ayirib ajrating. Shomjon. Ushlang. Mana. Qo'yda endi shuncha qo'yda ichida ko'rinmasligi mumkin, lekin mana qo'y katta. Metrlari ham bor ekan. Metrda ham o'lchadi. Qani? Endi bag'ini sal Mana. ko'ryapsiz, bu shuncha. Bu yog'i pastda Mana 90 ekan. 90. 90 ekan. O'zini ushab ko'rsatingchi. Ha. Ashuni Ushla, bitta ushangchi. Usharsangiz. Bu yeyib turgan hashagi nima bu aka? Hozir eng baridan mana eng suyagi kichkinasini o'lchab ko'rsatib qo'ydi hozir sizlarga. Ha, eng past, ha? Ha, hozir 90 chiqqan eng pasti. U qo'y tekis yerda turgan ham yo'q. Joyi ham o'zi past baland bo'lib ketsin. Qo'ylar umuman turg'an yo'q.
Mana. Qo'shqonlar yeyishini qaranglar akalar lekin mana. Uni ko'ryapsizmi? 95 ham chiqadi. Qo'ydi oyog'i qayda turibdi-yu. Hop, bu Ruletka qayda salkamizni turibdi. belidan o'lchanyapti. O tuyoq go'ngni ichiga kirib yotibdi. Mana. Sal o'ylay ustida o'zi yotibdi ham qo'ydi ustida. Mana, lekin qo'ylar yirik ekan. Tashqariga chiqarsa undan ham katta ko'rinsa kerak, lekin bularga Mana endi buni qorasini ham baqab chiqib ko'rsatib qo'y. qorasini ham tortinchi. Akamizni kuchi ham arang yetyapti lekin bu qo'ylarga. Bu ana. O'tib ketdi mana bittasi ham mana. Mana. Uncha odam kuchi yetmaydi. Odamni kuchi, bitta odamni kuchi yetmaydi bu qo'ylarga. Bu qo'ydi qarang mana. Akamiz tortib ketyapti. Qani? Qo'ydi qarang lekin mana. Mana shu xotirjam 95 turadi lekin qo'y katta ekan lekin. Ha, bo'ldi, o'lchamay qo'yavering. Qiynama. Yo, lekin uncha odamni tortib ketgan qo'yam ekan lekin. Mana bittasi ham o'tib ketdi mana bo'g'oz. Qo'ylar ichida o'zi ajrab ham turibdi. Aka, birinchi nechtadan boshlagansiz qo'y boqishni? Bizmi? Bu yerga ko'chib chiqqanimizda birinchi otam onar purushlik qilganlar. Onar. Onardan ikkita qo'yga pul to'g'onlarida qo'yib kelganlar. Endi qo'y purush bo'lganlar azaldan. Lekin otamning uyida, bu uyga ko'chib chiqqanimizdan keyin mahalladan onar-ponarlarni olib, bozorga borib sotib, ozgina pul to'plab, ikkita qo'yga pul qilganlar. Ikkita qo'y bilan boshlaganmiz. Ikkita qo'y bilan boshlangan. Necha yil bo'lyapti endi unga? Unga hop 25 mi hozir? Yil 2025 mi? 2025. 2025 bo'lsa, men 29 yil bo'libdi. 29 yil oldin boshlangan ikkita qo'y bilan. Undan beri hamma yo'qlar shuni orqasidan bu. Hamma yo'q, Xudoga ming qatla shukr. Agar sir bo'lmasa necha yoshdasiz? 35 ga to'lib 36 ga o'tdim. 36 ga o'tdingiz. Xudoga ming qatla shukr. Buni qarashda qiyinchilik taraflari, U qarashda qiyinchilik taraflari hashahni yetkizib olib kelib qo'yib, bundaqa yo'laklaringiz semen haliga bo'lsa, mana ancha ham qiynalmaysiz. Loy kachgachilik bo'lmaydi. Hozir mana shaytani 5-6 kundan keyin salafan tashlaymiz, sovib ketsa. ha, kilanka bilan tortib qo'ygan ekan-da bu tarafda. Shunday. Xudo xolasa. Endi bularga aka qanday yem berilyapti mana qo'chqonlarga, sovliqlarga? Hozircha yemini 3 xil yem beryapman. Kepak, bug'doy, makka. Hozir sal sovuq tushgandan keyin kunjara yana bir ikkita narsa aralashtiraman. Bu kunjarani qo'ylarga qanday foydali tarafi bor? Issiqlikda yo'q. Issiqlik. Ha, demak yog'iga foyda ekanda buni. Qishda yalavermaydi-da o'zini. Ha, demak kunjara berib turishni ham tavsiya qilaverasiz. Ha. Yengil beramiz, bermasak bo'lmaydi. Aralashish kerak-da. Xo'p, demak endi 3 xil yem deyapsiz. Qanaqa Hozir mana shu qo'yni aqqa o'tkazib qo'yaylik. Hozir obod ko'rsataman hammasini. Mana sizga aytgan yem hozir mana shu makka bilan bug'doy. Makka bilan bug'doy. Pishgan holati. Pishgan holati. Bu hozir endi tayyorlanyapti shekilli. Ha, endi hozir kepak qo'shiladi-da bunga. Bu qozonimiz o'zi necha litrli? Bu qozonimiz 60 litrlik xolos. 60 litrli. Qancha makka solinadi bunga? Bunga ana shu paqirda hozir 1,5 tadan 3 paqir solingan. Ikkalasidan 1,5 tadan. Ikkalasidan 1,5 tadan. 1,5 ta bug'doy, 1,5 ta makka. Qo'ydi soniga qarab baliq qilaveraman. Ha, soniga qarab turib solinaveradi bu qozonga. Pishirib berilganda bu yerda. Ha, pishirib beriladi-da. Ha, bu 3 paqir narsa bayda hozir 9 paqir ola qaytib chiqadi. Bu bitta qo'yga necha puldan to'g'ri keladi aka? Bitta qo'ygami? Bitta qo'yga hop gideti 3,5 ming 4 mingga borib bormaydi o'yiq aligisiga. Kuniga 3000 4000 so'm shunaqa atrofida to'g'ri kelganda bitta qo'yga. Shunaqa. Bu hozir endi hamma qo'yga tayyorlanyaptimi? Bir mahalliga. Bir mahalliga. Bitta pishirsangiz, demak, ilk mahalga yetaver ekanda bu. Asosan siz pishirasiz shekilli. Kepak.
Qani? Tayyorlab ko'rsatib beraveraylik endi haligi. Ya bo'ldi, obunachilarga. Endi hamma pishirib beraveradi, endi berishi qanday bo'ladi deganlarga. O'sha buni erinish odam erinmasa bo'ldi, Bahriddin. Odam erinsa haligi qilmaydi. Odam erinmasdan shu chiroyli haligi qilib uyda uy sharoitda bu yengil mana soat nechi bo'ldi hozir? Soat. Gidete bo'lgan bo'lsa 5 ga qarab 5 ga qarab ketyapti. O'zi hamma ishda ishlaydiganlar ham ishdan chiqdi, to'g'rimi? Ha mana ertalab soat gidete 7 ga qarab olingan edi shu qo'yga. Ha, hozir siz kelgan paytingizda hashagini soldik, videoni qilib bo'lganimizcha bo'ldi. Mana o'zi hozir siz kelmaganingizda gidete 1 soatlardan keyin qarardik. Ishdan keyin 5lardan keyin qarash boshlanadi ekanda. Ha. Bu o'ta oson. Lekin oson deb ja qaramay ham qo'yib bo'lmaydi-yu. Uyda bitta odamga tayinlanadi. Suv oldidan uzilmasa, mana shu ovqat bilan chiroyli ovqatini ikki mahal qonini zo'r qilib to'yg'izilsa, eski gapimda 20 million 30 million pul yirtib ketmaydi hech kimni. 3 oy chiroyli qarasa bor. Xudo xolasa bu hayvon mehr talab qiladi. Mehr bersangiz, bu yog'i mehr talab qiladi. Odamlar haligi, men foyda qilmadim deganlar o'zi asli mehr bermasdan foyda qilmadim da uradi. qo'ydi ham olib kelib qo'yib, qaramasangiz foyda qilmaydi-da, to'g'rimi? Aslo. Aslo. Hozir yem to'kilyapti, mana 2 baqir to'kildi. Mana shuni quyib yuborgin. Hammasini aralashtirilganda buni. Mana suv qolmay ketgan bo'lsa, ozgina suv qo'shib yuborasizlar. Quruq shurab qolmaslik uchun. Bir-biriga hali ilashishi ham yaxshi bo'ladi, buni. Quruq shurab qolmasin. Endi buni hozir akalar aralashtiriladi mana. Lekin hishib zo'r bo'lib qolar ekan, bu ezilib, a? Ha. Mana. Holatni ko'ryapsizmi? Mana bitta bug'doy 3 ta bug'doyning hajmiga yarasha bo'lib ketadi. Katta bo'lib ketadi-da bu. Mana bitta bug'doy oshqozonda hazm bo'lishi ham zo'r bo'ladi-da. Ko'pchilik pishirib bersa o'tib ketyapti deydi. Shunga endi sizni Yo, pishirib bersa o'tib ketishi juda xato narsa. U go'ngiga o'tib ketyapti deb. Yo. Pishirib bersa o'tib quruq berganlarga o'tib ketadi ko'proq. Bu 1 yillik tajriba emas bizda. O'zi bu pishirib berish sizga qachondan boshlandi? Shu narsaga endi bu pishirib berishni yaqin o'sha bir gideti 2 yillar oldin men chiqardim, ha? Hop. 2 yillar oldin videosini. To'g'rimi? Buni juda kamdan kam holatdagi odam qilardi, pishirib berishdi. Men bu pishirib berishni boshlaganimga gideti 10 yilda o'tdi. 10 yil oldin odamlar pishirib berishdi. Umuman hali o Qo'qonda haligindaqa bo'lardi. Arpani haligisi bo'lardi, atalasi kelardi mollarga. Tayyor. Uni hali bu pishirib berishdi. O'sha biz yaqin paytlarda bir 2 yil oldin boshlaganimizdan keyin ko'pchilik pishirib berish deb chiqaryapti. Bu pishirib berishni men boshlaganimga 10 yildan o'tib ketgan. Bunda internet degan narsa yo'q edi. Hozir internet chiqib ketdi. Ishonmaydigan, haligi lekin misol meni biladigan, taniydigan odamlar biladi. Men buni azaldan qilaman. Bu menga kecha bugun o'rgangan narsam emas bu meni. Demak, sizni pishirib bersangiz qo'ylarda o'tib ketmaydi. Yo. Bu aslo. Mana akalar, xotirjam pishirib berishni tavsiya qilaveramiz mana. Sal kam 10 yil oshib bo'libdi pishirib berishni boshlaganingizga sizda. Bu mana tayyor bo'ldi bu yemimiz. Bu endi beradigan holatimi bu? Olib boriladi, shunday berilaver ekan. Makkalari ham ezilyapti, bug'doylari ham akalar mana. Xotirjam o'ylanmasdan pishirib beraverasizlar, o'tib ketadi. Lekin quruq bersa aniq o'tib ketishi, ha? Bo'kish holatida ham ta'siri bor-da, bunda tuzalib ketyapti. Hozir ishida 27 ta qo'y bor, 5 ta baqirdi. 5 kilodan ko'pdan har bittasi.
5 ta pag'ir. O'zi razmerlar bor ekanda, buni tortib ham o'tirmas ekansiz. Yo'q. Bu 5,5 kilo, 6 kilodan keladi. Bittasini ichidagi haligisi. Ha. Lekin qo'ylar ham mazza qilib bersa kerak buni aka. Hozir hashat yedi, chalaqorim bo'ldi. Mana bu bilan ustiga davoyini bo'ladi, mazza qilib yotadi, xudo buyursa. Gap yo'q lekin. Buni aytyapman, hamma narsa mehrda. Mehr berib boqsa u yog'i zo'r bo'laveradi aka. Bizniki 50 martadan video qilsak ham, 100 martadan video qilsak ham bir xil usul. Chunki buni men o'zim aytyapman, 10 yil oldin boshlaganman. Bu bir xil usul. Hamma haliga videoni qiziqtirish uchun har xil qilib video qiladi-yu, yo'q, bizniki bir xil. Bir xil yo'nalishda boqamiz. Lekin hozir qo'ylar qo'chqarlarga 40 kun bo'lgan bo'lsa, sog'liqlarimga bir gideti endi 2 hafta o'lyapti. Sog'liqlarimga 2 hafta o'lyapti. O'shaning uchun hali buni aralashmalarni ko'paytirganim yo'q. Yemlarni hozir mashina 6 paqirga chiqaraman. Bir hafta nari berisida o'sha men sizga aytgan yemlardan qo'shaman, 6 taga chiqaraman. 6 taga chiqariladi. Endi bu hozir beriladi. Beriladi. Mana hamma jarayonini mana o'sha siz bilan birga ko'rdingiz bahridan ko'chadan keldim-a? Hop. Mana videoni hammasini ko'rsatib beryapman. Shu ertalab qaralgan bo'yicha abitdan keyin qaraladigan syomka jarayonida masalan qanday qarashimni hashagida hammasini ko'rsatdim mana. Endi bu yemlari berilyapti mana. Mana yemlari berilyapti. Mana. Hozir tayyorlagan yemimizni mana akalar qo'ylarga bir qator to'kilyapti. Mana buni qaranglar. Mana. Demak, hammasi yeyver ekanda bularda. Keragini yeydi. Keragini yeyishadi. Gap yo'q lekin mana. Akalar havas qilinglar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akamizni mana. Lekin qo'shqonlar ham mazza qilib beryapti, mana bular deymi aka? Mana xudo xolasa kimdirga shu videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Biz buni birovga maqtanish uchun, haligi uchun qo'ygan yo'qmiz. Kimdirlarga motivatsiya bo'lsa, shu bizga o'xshab harakatlansa, Xudoyim beradi inshaalloh. Shuning uchun shirin uyda haligi inangdi deb so'kingandan ko'ra bir 10-15 ta qo'y qilib, uydagilarga shirin gapirib, mana shuna qilib harakatlantirib bir yo'nalishga solib qo'ysa, ham daromad, ham shirinchilik bo'ladi. Hamma yo'q, asal bo'laveradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Rahmat sizga ham shunchalik vaqtingizni ajratib gapirib berganligingiz uchun. Endi bugungi syomkalarimizga shular, Shular, xudo xolasa. Xudo xolasa kimga qo'y, bo'g'oz, qisir, qo'y kerak bo'lsa, bemayli xotirjam 24 soat aloqaga chiqishaversin. Hozir 1 soat siz kech kelib qoldingiz, 1 soat oldin qo'ylarim sotildi. Olib o'tib ketishdik, bozordan kelgan qo'ylarimiz. Ular ham ertaga videoga chiqarishadi, sotqani. Bizniki xudo xolasa hamma biladi, taniganlar. Qirg'izistonga borib o'zim birinchi qo'l olib kelaman.